boshqa yo'q. Kelamiz xolajon, kelamiz. Jazosini belgilab bo'lgandan keyin endi osmonlarga, jannatga uchib keta qolgin qizim. Yotgan joy. Men qaytib bu yerga kelamanmi, yo'qmi? Ammo bizning ishimiz bitmadi deya ona vatanga qaytmoqda. Soat mana xudo xolasa 12 da. Bugun cheslo nechada xolajon? Ketyapmiz, kelamizmi, boshqa yo'q. Kelamiz xolajon, kelamiz. Hammasini jazosini belgilab bo'lgandan keyin xudo xolasa qizingizni o'zim yana uyga olib kelib, biza qildik, qiloldik qizim. Ruhing shod bo'lsin. Endi osmonlarga, jannatga uchib keta qolgin qizim. Yotgan joy nurga to'lsin deb xayrlashgani kelamiz. Nozima sinam, xudo xolasa keldik uji biza. Yarimidan ko'piga keldik. Ozgina qoldi yetib kelishimizga. Men ko'zim, ko'nglim yetadiki, adolat uji yaqin orada qaror topadi, inshaalloh. Men o'zim sizga va'da beraman. Joyingizni jannatdan qilaman xudo xolasa. Va o'g'lingizni voyadan keyin o'zini hayotida, bu hayotda o'zi bo'lib, o'zini hayotida chiroyli yashashi uchun men xudo xolasa bu ishni oxiriga yetkazaman. Ozgina qoldi. Ozgina. Sherzod, sizga savolim bor-da. Qarang, Suraj tashlab bergan oxirgi zapislari bor-ku, marhumani oxirgi zapislari. Shuni oxirgi joyida siz Sherzod bilan birga bo'lgansiz. Shunda mashinada bo'lgansizlar, to'g'rimi? Men mashinada bo'lganman, Siroj aka pastda bo'lgan kiyada. Mashinadan tashqarida. Yo'lda bo'lganmisizlar, u yo'lda eshitdingizmi? Bo'lganmisizlar? Yo'lda bo'lganmisizlar? Sizlar yo'lda bo'lganmisizlar yoki qayerdadir turgan bo'lganmisizlar? Siroj akam uyning pastida bo'lganmiz. Bo'pti, o'shani eshitgansiz, lekin nimaga Siroj bir o'zi borganda siz shunda ketganmisiz? Men xirillay turganini eshitmayapman, tushunyapsizmi? Xirillay turganini eshitmaganman. Nozima telefon qilganini bildim. Men xirillay turganini eshitmayapman, tushunyapsizmi? Xirillay turganini eshitmaganman. Nozima telefon qilganini bildim. U xirillayaptimi, nima bo'lyapti, ovozi kelmayaptimi, shu narsani bilmaganman. Siroj aytmaganmi sizga? Nimaga Siroj aytmaganlar? Rostdan men bilmaganman. Tushunmaganman. Mayda xirilladi, nima bo'ldi, u ovoz tushunmaganman, eshitmaganman rostdan. Aka siz boring, işte o'ziga nimadir qilib qo'ymasin. Men borsam hozir yana jahl qilib men bilan urushadi deb turib Siroj akani o'zing jo'natib qo'yman.